Assalomu alaykum aziz yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizga ko'plab kelib tushgan fikr, mulohaza, savollar va qo'ng'iroqlar natijasida aynan mana shu qisqa metrajli videomizni tayyorlashga qaror qildik. Bu videomizning asosiy ma'nosi, mazmuni bu shundan iboratki, ya'ni bundan biz 1 yil muqaddam oldin o'rnatilgan yomg'irlatib sug'orish texnologiyamiz aynan bedalar uchun o'rnatilgan edi va aynan 1 yildan so'ng biz aynan shu yerga o'sha savollar kelib tushgan fikr mulohazalarga javob tariqasida video tayyorlash uchun biz yana o'zimizga yaqin bo'lgan hududda o'rnatilgan ishimizni siz uchun natijasini ko'rsatishga harakat qilib mana shu yergacha yetib keldik va ko'rib turganimizdek ushbu yer maydoni yuqorida aytganimizdek bedazor bilan o'ralgan, ya'ni tik qiyali 45 gradus darajadagi qiyalikka ekilgan bedalarga biz aynan gradusli sprinklerlarimiz, ya'ni yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini o'rnatdik va buni natijasini siz bilan birgalikda mana shu qisqa metrajli videomiz orqali bemalol savollaringizga javob olishingiz mumkinligini ta'kidlab o'tamiz. Videomiz davomida sizni qiziqtirgan savollar, sizni qiziqtirgan har qanday fikr mulohazalarga aynan mana shu video orqali xudo xolasa javob berib o'tamiz. Xo'p, bizga kelib tushadigan savollardan eng qiziqarlilari bu o'sha beda uchun yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatish mumkinmi degan savol. Aynan o'sha savolga javob mana ko'rib turganingizdek sprinkler o'rnatilgan bu yerga bundan 1 yil muqaddam yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini aynan tik qiyalik yer maydoniga ko'rib turganimizdek juda ham yuqori qiyalik joyga o'rnatganmiz. Mana kadrga keyin kadrni yaqinlashtiramiz. Mana bu yerda mana sprinkler ko'rishingiz mumkin. Mana sprinkler o'rnatilgan. Mana shu yer maydoniga bundan 1 yil muqaddam yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatgan edik va oradan 1 yil o'tib mana bedalarni holatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana endi boya yuqorida aytib o'tgan fikrimizga javob tariqasida, ya'ni isbot tariqasida mana ko'rib turganimizdek santimetr keling. Mana santimetr, mana ko'rib turibsiz. Haqiqiy santimetr. Buni hech qanaqa mana ko'rib turganingizdek ko'rinyaptimi? Mana 0 dan boshlanyapti. Mana 10 cm, 20 cm vaholanki ketdik. Endi mana shu santimetrni mana sizga ko'rinib turgan mana shu bedani mana eng tag qismiga mana joylashtirdim. Ko'rinyaptimi ki yaqinroq qilaman? Mana ko'rinyapti mana. Endi mana santimetrni ko'taramiz. Bo'yim yetarmikin mana 80, 90, 1 metr, 1.10 mana ko'rinyaptimi? Mana buni santimetr hammasi ko'rinyaptimi? Mana 1 metr 10 santimetr balandlikda mana eng yuqori bedamiz va eng pastkilari mana shu holatda mana 70-80 santimetr atrofida o'sgan beda bu. Aynan yuqorida aytib o'tganimizdek yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini natijasi. Ko'rib turganingizdek buni ostidan sug'orishda hech qanaqasiga imkoniyati yo'q. Faqat ko'rinishda agar imkoniyati bo'lsa yuqorida yana ko'rsatdik va yana ko'rsatamiz. Mana bu tarafda ham mana sprinklerlarimiz o'rnatilgan. Ana shu sprinkler orqali mana shu 45 gradusli yer maydoni yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi orqali sug'orilgan. Bizni kuzatishda davom eting va bundanda qiziqarli videolar hali oldinda. Videomiz davomida boshqa savollarga ham javob berib o'tamiz. Va ko'rib turganimizdek mana bu keyingi poliya mana. Tepalikni ko'rib turibsiz a? Bu juda ham yuqori tepalik. Agar gradusda o'lchaydigan bo'lsak, salkam 45 graduslik tepalik. Aynan tepalikning yon qismiga archalar ekilgan va archalarga biz alohida bundan 1 yil muqaddam tomchilatib sug'orish lentalarini tortganmiz. Archalarning holati ham juda ham yuqori va ko'rib turganimizdek gradusli sprinklerimiz aynan mana shu tochkadan mana shu yer maydoniga suvni yetkazib beryapti va buni natijasida ko'rib turganimizdek hosildorlik ostidan sug'organga nisbatan почти 1 baravar yuqori deya ayta olishimiz mumkin. Buni albatta fikrimizni o'sha beda bilan shug'ullanadigan dehqon akalarimiz bilishadi. Bedani holatini ko'rib, ular qay holatda ekanligini juda ham yaxshi anglashadi va ko'rib turganimizdek mana bu yerda ham xuddi shu kabi bedalar boshlanadigan joy eng old qismi hisoblanadi. Endi bu o'sha ko'plab tushadigan savollarga yoki bedaga yomg'irlatib sug'orish bo'lmaydi degan negativlar uchun tayyorlandi bu video. Qisqa minutli, qisqa daqiqali
aynan siz uchun o'sha o'rnatilgan sprinkler orqali yomg'irlatib sug'orishni o'rnatganimizda, ishlatganimizda mana shu natijaga erishimiz mumkin ekanligini isboti bu. Bu hali ham tepalik joy, ya'ni qiyalik juda ham yuqori bo'lgan joyda ekilgan beda. Agarki bu tekisroq joyda bo'ladigan bo'lsa, hosildorlik bunga nisbatan ham birmuncha yuqori. Aynan biz hozir olganimiz, o'lchaganimiz bu eng pasti. Vaholanki mana bu yerda mana e'tibor berishingiz mumkin. Mana daraxtdek bo'lib yotibdi mana beda. Ko'rib turibsiz-a? Mana oldida archa bilan solishtiradigan bo'lsangiz ham farqini ko'rishingiz mumkin. Hosildorlik juda ham yuqori. Faqat nimaga e'tibor berish kerak? O'sha sug'orishdagi vaqtga eng asosiysi va sug'orishdagi ostiga tushadigan namlikka e'tibor qaratib, o'z vaqtida, o'z vaqt soati bilan sug'orilsa, natijalar juda ham yuqori bo'lishligini isboti aynan mana shu yerda. Ko'pchilik o'sha so'rashardi bizdan, o'sha qilingandan so'ng o'sha natijasini ham bizga ko'rsating deganligi uchun vaqtimizni biz ayamasdan o'sha 1 yil oldin o'rnatilgan o'zimizga yaqin bo'lgan hududdagi joyni tanladik va isbot nimasida tariqasida aynan shu videoni tayyorladik. Mana bu yerda ham mana sprinklerimiz turibdi mana. Bu sprinkler 60 cm balandlikka o'rnatilgan. Shunga qaramasdan sprinkler ko'milib, o'sha bedani soyasida qolib ketgan. Bizni kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni va videomiz ostidagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkinligini ta'kidlab o'tamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Biz doimo siz uchun xizmatdamiz va sizga xizmat qilishdan aslo charchamaymiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.